Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan mini quyonchilik fermamizda yana bir qisqacha video qilib o'tamiz. Xo'sh, bugungi videoda bir yangiliklarimiz bilan bo'lishib olamiz sizlar bilan albatta. Birinchi bu quyonchilikni boshlaganimizda birinchi hobbidan boshlagandik, ikkita quyondan boshlaganmiz. Uyimizga игрушка sifatida boshladik. Lekin boqdik, ko'rdik, albatta buni faqat hozircha foyda tomonlarini ko'rdik, hali ziyonni ko'rmadik. Nasib endi hammaga Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umidda bu biznesimizni kengaytirishga qaror qildik. Hozirgi kunda katta miqdorda quyon qafaslar yasab boryapmiz. Quyon qafaslarni ham orada video reels, ya'ni short sifatida oz qo'yib boraman va bitganda alohida bitta katta kontent qilib video qilib joylashga harakat qilaman. Bugun sizlar bilan ko'rsatadigan asosiy narsam har bir quyonchiga bir ruhiyat, motivatsiya bag'ishlaydigan narsa, ya'ni quyonlarning ko'payishi. Biz 4 ta quyonimizni qo'shgandik. Undan keyin orqasida yana ikkitasi bor. Bizda 4 ta quyonimiz shu oyda 15-20 gacha bolalashi kerak. Bundan bitta quyonimiz bir hafta bo'ldi, 7 ta bola berdi. Kecha kuni ishdan kelib qarasam, bitta quyonimiz uy tashlab qo'ydi. Ochib qarasam 10 ta bola beribdi. Bir kunlik bolalarni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar degan umidaman. Qani ko'ramiz unda. Bu katayimizni ko'pchilik biladi, videolarimizni kuzatib borar ekan, yangi yasaganmiz. Bu yerda bir nechta quyon qafaslarim bo'lsa, bularning eng ichida yoqqani menga hozircha shu bo'lyapti. Ishlashga, qarashga juda oson, qulay. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bitta quyonimiz mana bola bergan. Kecha kuni ertalab ishga ketib qaraganimda tug'maganda uy tashlab qo'ygandik. Ishdan kelib qarasam, yungi yana ham ko'payib bola beribdi. Bu albatta har bir quyonchini ruhlantiradi, qiziqishni oshishiga sabab bo'ladi. Albatta biznesimizga daromad olib keladi. Sizlar bilan birgalikda bu quyonimizni nechta bola berganini sanab o'tamiz. Qani bismillah. Birinchi albatta yungiga qo'limizni ishqalab olishimiz zarur, chunki bu quyonni onasini bolalarini tanib olishda hidini o'zgarib qolmasligi uchun kerak bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, nihoyatda ko'p. Odatda 7 ta 8 ta bola berardi, bu safar ko'proq. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bola bergan. Maşalloh, o'zidan ko'paysin deymiz. Alloh barakotini bersin. Albatta yana boshqa quyonlar bu tomonda mana bitta quyonimiz Xudo xolasa yana 2 kun 3 kunda oralig'ida bu quyonimiz ham tug'adi. Bu quyonimiz bola bergan. Bu quyonimiz ham yana tayyorgarlik ko'ryapti. Ko'rishinglar mumkin. Bu quyonimiz mana bolalari 7 ta bola bergan. Bir haftalik bo'ldi. Yaxshi katta bo'lishyapti. Xo'sh, bu tomonda bolalagan quyonlarimiz bor. Va mana 40 kunlik bo'ldi quyonchalarimiz. Bu tomonda quyonlarimiz radinni ko'p qo'yganmiz, tayyorgarlik ko'rib borishyapti. Va onasidan ajratganmiz hozirgi quyonimiz bolalari. Bu quyonlarimiz ham mana 40 kunlik bo'ldi. Toza italyanskiy ikkov quyonlarimiz. Yemlarni berib qo'yganmiz. Va sizlar bilan o'tgangi videoda qisqacha short video joylab bordim. Nodir aka Bolahimovdan olib kelgan mana 6 ta quyonimiz, 3 par quyonimiz, 3 ta samiz, 3 ta samka. Bu tomonda esa kalif quyonlarimiz bor. Albatta Xudo xolasa videolarimiz hali ko'p. Qiladigan ishlarimiz oldinda. Bu yilgi planlarimizdan bittasi birinchi 6 oylikda, hozir mana 2-oyda turgan bo'lsak, birinchi 6 oylikda quyonlarimizni ya'ni qiz bola, samka quyonlarimizni 50 boshga yetkazish. Yil oxiriga borib, Xudo xolasa bu 100 boshga yetkazish niyatimiz bor. Bizni videolarimizni ko'rib kuzatib boradigan bo'lsanglar, bu qanchalik qo'limizdan keladi, qanchalik kelmaydi. Albatta Allohdan so'rab bismillah deb boshladik. Alloh kuch-quvvat bersin. O'zidan ko'paysin. Har bir fermerning uyiga Alloh taolo barakot bersin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qanchalik quyonxonamiz o'zgarib borishini ham videolarimiz davomida ko'rib borishingiz mumkin.